Makedoniyaning Yunonistonni bosib olishi. Miloddan avvalgi 4-asr o'rtalarida Makedoniya davlatini Filip II tomonidan ichki urushlar tugatiladi. Miloddan avval 4-asr o'rtalarida va u harbiy va pul islohotlar o'tkazadi Filip II. Erkin dehqonlardan piyoda qo'shin, zodagonlardan esa otli qo'shin shakllantirib, uni falanga deb nomlaydi. Bu falangasi 16 qator bo'lib, 6-qatordagi nayzachi 1-qatordagi askarni himoya qiladi va u xuddi temir falangaga o'xshaydi. Bu Makedoniya davlati Bolqon yarim orolining shimoliy qismida joylashgan. O'sha vaqtda miloddan avval 4-asr o'rtalarida qadimgi Yunoniston hududidagi Afina, Fiva, Sparta, Itaka davlatlari, Fessaliya o'sha davlatlar ichki urushlar bilan band edi. Bundan foydalangan va o'z davlatini kuchaytirib olgan Filip II Yunonlarga bosib olishni niyat qiladi va miloddan avvalgi 338-yilda Yunonlar ustiga qo'shin torta boshlaydi. O'sha vaqtda Yunonistondagi notiq Demosfen Ellada Yunon shaharlarini aynalib Makedonlarga qarshi birlashishga chaqiradi. Faqat uni g'oyalariga, fikrlariga Fiva bilan Afina qo'shiladi. Qolganlari qo'shilmaydi. Qolgan shahar davlatlar qo'shilmaydi. Va miloddan avval 338-yil Filip II Yunonlar ustiga hujum qiladi. Bu jang Xeyroniya, Afinada yaqinda Xeyroniya degan hududda bo'ladi. Miloddan avval 338-yil jang boshlanadi. Jangda Makedonlar chekinish taktikasini qo'llaydi. Makedonlar chekinadi, soxta chekinadi. Yunonlar biza yengayapmiz deydidan orqasidan quva ketadi. Makedonlar o'sha vaqtda Filip II'ning 18 yashar o'g'li Aleksandr Makedonskiy Yunonlarni aynalib o'tib, yon tomonidan zarba berib, Yunonlarni yengadi. Bu soxta chekinish manevri orqali yengadi. Va o'sha vaqtdagi insonlar aytilishicha, Xeyroniyada o'lgan insonlar bilan birgalikda Yunonlarning erkinligi ham o'ldi deb aytadi. Keyin esa Filip II Yunon shaharlarini bosib olgandan so'ng Spartadan tashqari, Sparta bu Yunoniston janubiy qismida, Spartadan tashqari hududlarini miloddan avval 337-Korinfga yig'adi va bu Kichik Osiyo Eron hududidagi forslarga qarshi yurishga ittifoqdosh bo'lishni va Makedoniya bilan ittifoqdosh bo'lib Yunonlarga hujum qilishni taklif qiladi.